Diqqat kuzatib turinglar. Sizlarning isminglar ham chiqib qolishi mumkin. Assalomu alaykum qadrdonlar, akalarim, ukalarim. Bugun 24-yanvar haftani shanba kuni. Xudo xolisa, hop, choyxonalarimiz sizlarning kelishinglar bilan to'lib toshib, xudo xolisa qozonlarimiz qaynayapti. Hop, 5-xonamiz, hop, sirli akamiz ismini yozdirmayman dedi. 41-42 1 kilo 200 achchiq osh etganlar, maza qilamiz deganlar. Xudo xolisa, ikkinchi-xonamiz, hop, bo'yin bo'lsin deganlar, 4 kilo bo'yin 8 kishimiz deb yozibdilar. Hop bo'ladi dedik. 9-xona G'iyos aka, gilamchilar akalar. Bular har haftada bir marta o'tirishadi, 4 kilo achchiq osh etishadi. 30 kishi barakali gruppa desak ham bo'ladi. Hop, 7-xona Behruz maktab bolalari, aka 10 kishi bo'lamiz, 2 kilo achchiq osh hamlab bering. Achchiq oshingizni yeb maza qilamiz deydi. Xudo xohlasa cho'tki qilib qo'yib beramiz. 8-xona Xurshdagi 34-24, 3,5 kilo osh qilib bering, 20 kishi bo'lamiz. Qolganini uydagilarga olib ketamiz. Xudo xohlasa cho'tki qilib qo'yib beramiz. Hop, zalda 6 kishilik joyimiz bor. 1 kilo achchiq osh etganlar Baxtiyor aka. Hop, Elyor aka 76-77 2,5 kilo choyxona puli, qazi tuxumlari bilan doda qilib bering dedilar. Hop bo'ladi dedik. 6-xona Nodir aka 34-44 1,5 kilo achchiq osh etganlar. Xudo xolisa ularning oshlarini ham chiroyli qilib bosib qo'yganmiz. 3-xonamiz nozik mehmonlarimiz hisoblanishadi. Farhod ekan, taekvondist akamiz O'zbekiston bayrog'ini gruppalari bilan himoya qilishyapti. Xudo xolisa ularga omad tilab qolamiz. Bugun achchiq oshni doda qilib qo'yib beramiz. Xudo xolisa yutib maza qilishadi. Hammalarni Oqanjirda kutib qolamiz. Kelinglar, maza qilib ketasizlar. Oqanjir sizlar uchun xizmatda.